Labo minadigan akalarimiz diqqatiga, akalar. Hozir Olimxon akam oldiga kelganman. Olimxon akam o'zi labolarga shunaqa tentlar, bundan tashqari mana bunaqa bagajlarni qilib beradi, tom bagajlarni. Buni nomi nima aka? Budka. Izoterlik budka. Buni necha pulga qilib berasiz? 12 millionga qilib beraman. Animi undan qimmat arzon bo'lmaydi. Xudo xolasa Necha kunda tayyor bo'ladi? bir haftada tayyor bo'ladi. Bir haftada tayyor bo'lar ekan. Buni qaysi tadbirkorlarga qilib berasiz ko'proq aka? Dori bilan shug'ullanadigan, konditer, shirinliklar, sut, go'sht mahsulotlari, shunga o'xshagan ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar uchun tayyorlab qilib beraveramiz. Xohlasanglar 12 million so'mga shuni qilib berar ekan, 11 million so'mga qilib bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, bitta eshigi bo'lmas ekan. Nariyoqdagi eshigi bo'lmas ekanda, mana shu o'zi ochilib yopiladigan holatda termiz qilib berar ekan mana shuni qaraydi. Issiq, sovuq saqlaydi mahsulotinglarni. Endi bunga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, konditsioner qo'yib berasizmi? Agarda narxini kelishib qolsak, uni ham o'rnatib beramiz. Past akkauntlarni qoldiraman, obuna bo'lib qo'yib, mana shu haqida to'liqroq ma'lumot olasizlar va albatta qildirmoqchi bo'lsanglar nomerlarga aloqa qilinglar, sizlarga Olimxon akam o'zlari qilib beradilar.